Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barliq aziz qardoshlar, bugun Hira maktabining qurg'uvchisi Luqmanjon Muhandin bilan suhbat qilish uchun keldik. Assalomu alaykum ma'lum. Va alaykum assalom. Sizlarning shu Tor Facebook sahifangizda yangi maktab ichish to'g'riliq ba'zi bir xabarlarni ko'rib chiqdik. Shuning uchun bu maktab ichishning tafsilot haqida xalqimizga bir bilgi beraylik deb keldik. Bu vaqtda bir tushuncha berasiz. Ha bo'ldi. Biz yaqin kunlarda ijtimoiy aloqa vositalarida shundaq bir plan, shundaq bir nishonimizning borligi haqida qarindoshlarimizga bir ma'lumot berdik. Endi buning nima uchun bundaq deyilib qolganligiga qarasak, biz 2015-yildan boshlab İstanbulda o'quv o'qitish xizmatlarini davom qilib kelyapmiz. Hozirgacha bo'lgan Allohning Allohning rahmati bilan 4000 atrofida o'quvchilarni tarbiyalabmiz. Mayli cho'nglar ma'rifi, kasbiy ma'rif bo'lsin, boshlang'ich mantil jihatli bo'lsin degandek. Endi biz 8 yillik qadam besish jarayonida his qilganimiz bu o'quv o'qitish ishlarininki nurg'unlari ko'ngillik yaxshi davomlashgan bilan oxirgi hisobda davlat tarafidan rasmiy e'tirof qilingan bir sistemaga kirmaguncha bizning ishlarimiz yana mushbeta davom qilib ketaverganligini his qildik. Ikkinchi birisi 2022 yili 2 oy mezgilda bizning ana til o'qitishimiz cheklanmaga uchradi. Shuning bilan bir mezgil ana til o'qitishimiz to'xtab qolgan bo'ldi. Va buningdan keyin shuning bilan texmo cho'nqur his qildik. Asli bir ishning go'zal bir davom qilishi, izchil bo'lishi, natijalik bo'lishining oqisida mushundoq shamol chiqsalar o'rilib ketadigan emas, muqim, muntazam tura oladigan bir organning bo'lishining to'liq zarur ekanligini his qildik. Chunki bizning shu beshimizga kun tushgan vaqtida hech qanday bir o'rin va organ bunga kuchayib bo'lolmay qoldi. Asli biz har qaysi jihatdan qonuniy rasmiyatlarimiz haqiqatan to'liq bo'lgan bo'lsa edi, o herkes bundan bir holat şekillenmekte. Bu diğerlik hem de bir kanunsuz kıldığın degan gap emas. Lekin bizningki şu çağdaki ahvalimiz bizning real özümüzge tushgan besimdan özümüzni qutqizishga yetmedi. Shuningdan boshlab demak bir qiyinchilikdan keyin bir osonlik bor. Alloh taolo cho'qim bu orqali bizga bir narsani bildiryapti. Demak biz bu xil holatimizni saqlab ketavermasdan buningdan keyin mushundaq bir shamol chiqsin o'rilib ketmaydigan holatdagi bir o'quv o'qitish organini barpo qilmasak zodi bo'lmaydi ekan degan niyatga kelgan bo'ldik. Undan keyingi qadam bosqichlarimizda davom qildik. Hukumat organlari bizni munosabatli organlar qo'llab quvvatlab qilgan bo'ldi. Lekin bizningki oxirgi nishonimiz rasmiy holatda qonunli bir maktabning bo'lishining to'liq zarurligini his qildik. Shunday qilib biz 2022 yilning oxirlarida bu planimiz bilan kollektiv holatda bir qancha qarindoshlarimiz bu plan nishon bilan rasmiy holatda qadamni olgan bo'ldik. Yangi yil kirdi 2023 yildan boshlab biz buni rasmiy xalqqa e'lon qilib, buning qadam bosqichlarini har vaqt qarindoshlarimizga yetkazish orqali bir o'qitish bazasini qurib chiqadiganligimiz haqida buni xabar qilib qadam bosqichlar bo'yicha ma'lum degan bo'ldik. Ammo Turkiyada yetavergan bo'ldi. Shuning bilan hammamizning ko'ngli yerim. Bu ishlar yana so'zilib ketdi. Arada Turkiyada yana saylam degan bir ishlar chiqdi. Hamma odamning diqqati shu saylamga buraldi. Endi bu maktab masalasi hamda davlatning munosabatli organlar bilan qilgan ish bo'lgandan keyin saylam o'ssin, saylamdan keyin bu ishlarni bir ro'yobga chiqaraylik degandek saylamni saqlagan bo'ldik. Saylamga o'tdi. Keyingi vaqtlarda andan keyin bu qadam bosqichlarini zodi besishimizning to'liq zarurligi pishib yetildi deb qarab buni qarindoshlarimizga e'lon qildik. Endi biz e'lon qilganga tushlik qisqa bir vaqt ichida buni ro'yobga chiqarishni umid qilamiz. Ammo bu uzrab ketib qolgan taqdirda biz buni to'xtatmay inshaalloh qarindoshlarimizning farzandlari o'qiy oladigan va o'qigan chog'da davlatninki shu majburiy ma'rif sistemasini davom qiladigan
özümüzdeki şu Uyghur ana tilimi ve başka pellami güzel bir devam kılgan bir okutuş sistemini berpa kılış için tirişvatımız. Ameliyatda ma'rif işi hem yedi pek çın iş, hem nurgun işler biz oylagandek bolmaslığı mümkün ama en yukarı çekte perzentlerimizge ahlaki cihetten olsun, vatanperverlik cihetten olsun, özünün milli gururunu, kimlikini saklap kılışta mühim rol oynaydıgan bunda okutuş sistemisini berpa kılış için bütün gücümüz bilen gayret kılıp bu yolga çıktık. İnşallah bunu devam kılırız. Siz bayatın söylep 8 yılına yakın bu yolda nurgulun bedellerini töledik, tiriştik tabi. Hakikaten bazı mekteplerin takılganlık haberini bir neskedem anladık. Onun için azı karadan olsak Türkiye'de bulunmamış o biz yaşavatkan rayonda İstanbul'da Uygurlar arasında nurgulluğun Kur'an kursları, qari terbiyeleydiğin, hadis yazılgan degендek dini medreslerimiz nayet köp. Ama fen texnikiga, siyasetke, tilga, şunda kesiplerge bo'lgan ta'lim tarbiyat faqat Iran'da başkeldigini ko'ryapmiz. İran'ın başka kurslar qaragan chog'da, madrasalar qaragan chog'da nurgulluğun shikoyatlar besimdan uchrayotganligini ko'ryapmiz. Hem siz bu yolda hiç bo'shashmay mushkul bedellerini to'lab maddi ziyalarını tatıyorsunuz, meneviyatın besimden uçuravatısınız. Hem de bu mektebini kuruş için elbette mektep degen işlem bitmeydi. Belki neçe milyon pul ketişi mümkün. Bunu siz tayyorliginiz var mı? Şunchalik iqtisod hazırmı? Şunchalik bedellerini to'lab, şu hizmetini davomlashtirishga sizga nima turtki bo'ldi? O'sha bedellerini to'lashga arzimdi. Hakikaten bu to'langan bedellerimiz mi jiq bo'ldi? Hem de nemeli bolmasun biz bu yolda izchil devam kılışını özümüzge niyet kılıp keldik. Allah kabul kılsın, Allah riyadını saklasın. Hem de hazırki halatda perzentlerimiz özününki milli kimlikini saklap kılış, özümüzün şu din, İslam, ahlakı boyunca terbiyeleniş ve her kaysi cihetlerde hemmesi pek mühim. Elbette 1000 yıldan beri İslam diniga e'tiqod qilib kelayotgan mushundaq bir Uyg'ur millatining ichida o'zini o'tida ashundaq Qur'on kurslari bo'lishi kerak, o'quv o'qitish o'rinlari bo'lishi kerak. Amaliyotda bizning qurbatimiz yetgan bo'lsa edi, ashundaq bo'linib ketmasdan Qur'on kurslari va mushundaq ona til o'quv o'qitish ishlari hammasi bir gavda qilingan bir o'qitish holati shakllangan bo'lsa, pek yaxshi bo'ladi. Lekin qurbatimizning yetkincha qarindoshlarimiz her qaysi jihatdan o'zi qila oladigan sohalarda kuchayotidu. Bu jihatlarda xizmat qilayotgan barliq Qur'on kursidagi ustozlar bo'lsin va boshqa qarindoshlar bo'lsin, hammasining xizmatini güzel bir şekilde devam qilishni umid qilaman. Hamda hozirgi buning nima zaruriyati degan chog'da bu yerda ikki narsa bor. Birinchisi 2015, 2014 va yoki 2016 yillari deyli oxirgi qitim chiqqan. Mushundaq texe kagili 7-8 yıl, 10 yıl etrafda bo'lgan qarindoshlarımızın farzandlarininki mushundaq ko'chalarda turkcha gaplashib manqallari, maktablarda shundaq o'zaro bo'lsin uyg'urcha so'zlashmasligi meni har qitim bek azoblaydi. Har qitim bek azoblaydi. Har qitim men mushundaq bir ahvolni ko'rgan vaqtida har bir farzandlarimizga, o'quvchilarimizga chiroyli tushuntirishga tirishaman. Bu şu ballarımızda bu asmalasıya bo'lib ketish ishlari intayin bek ig'ilishib ketayotgan bir ahvol. Bu ahvoldan gerçi ularning turkchasi ravandek ko'rinsimi, ular shundaq bir turkchani yaxshi so'zlagandek qismi o'zimizning tilidan biroz nomus tuyg'usi his qilib demayotganligidek ba'zi bir ishlar bizni bek afsuslantirdi. Bundan boshqa texi 5-6 yilning oldida kelgan o'quvchilarimizga bazı dost gruplarını yazıp çıkarıp versek en adli ibarlarını nima bu deb bunaqalıqı düşünmey. Uyg'urcha yozishni o'qiyamaydi. Qasdan tushunmagan qiyofatda bir xil turilish altida, endi kamsitish darajasi bo'lmasmamdi. Ballardan mushundaq bir xil abjektlashtirib gap qilish bir xil modadak. Ashundaq turkcha aralash gap qilsa bir xil uningki sapasi yuqordak turklar bilan bir xil ortak bir muhitni hazırlayalgandek bir holatni ko'rgan vaqtimizda bek azoblanamiz. Ikkinchi birisi nima degan chog'da endi demay bo'lmaydi. Biz 2019 yildan boshlab
Türkiye Cumhuriyeti'ninki devlet mektebi içinde hizmet kılıvatımız korona mezgilde biraz toxtab qağınımızı hesap qamagan çağda hazır yazıq tətil mezgillerde aşındaq bizge bəgən, belgilep bəgən orun içinde hizmet kılıvatımız. Bu jarayanda biz Türk okuwuchilarni jiq ko'ramiz ve mektepninki resmi aşındaq balla arasidagi dunyoni bir ko'rib ba'zida cho'chib ketamiz. Chunki bu Türk qarindoshlarimizningki farzandlarining ichida nayt ig'ir tamak chekish hodisalari, bolalarning ig'ir bir axloqsizlik ahvollari, hattoki biz xizmat qilayotgan maktab, to'liq o'tli maktab bo'lg'achqa ba'zida muallimlarni urib, saqchi kelib jidal ayirgan ahvollar qatorliq nurg'un ishlarni Uyg'ur farzandlariniki o'z o'qituvchisini urgan. Yo'q, Uyg'ur emas, Türk maktablaridagi ahvol davati menamda. Uyg'ur bolalari pek aqlli, pek axloqli bu jihatdan aytgan vaqtida. Ammo Türk qarindoshlarimizninki shu maktablarda maktab muhiti qaraydigan bo'lsak, nayt bir ba'zi bir axloqsiz qiliqlarni qiz o'g'illar orasida ko'rib qolamiz. Albatta, qizi bo'lgan, o'g'li bo'lgan har qanday bir ota-ona bundaq bir muhit ichida bolalarining axloqini buzilib ketishdan bek ansiraydi, bek qo'rqadi. Endi shunda bo'lgandan keyin bolalarimiz oilada shunday yaxshi bir tarbiyalanib, axloq tarbiyasi berilib, Qur'on kurslariga avatilib, ustozlarning yaxshi vaz nasihatlari orqali axloq darslarini ilib qilayotgan bo'lsa-mu, ammo bu muhit bek cho'ng muhit bo'lg'achqa bolalar orasida hech bo'lmasa ashundaq bir axloqsizlikni ig'ramaydigan normal bir turmush holatida to'g'ri tushunadigan bir holat shakllanib, hattoki biroz cho'ng bo'lgandan keyin ota-onasini bir xil ma'to ko'rinadigan, ota-onasining gaplariga nisbatan toza tetamaydigan bir holat shakllanib, ota-onalar bilan farzandlar o'rtasidagi ijroqlashish, oilada bo'lsa shundoq jidal majra qurmaydigan bir holatning shakllanishi, ya'ni shu maktabdan kelib chiqadiganligini his qilib, zodi shundoq axloq tarbiyasi, milliy kimlik, vatanparvarlik ideyasi, shundoq bütün kimliklarni beradigan, shu bilimlarni beradigan bir o'rin uchun cho'qim g'ayrat qilsak bo'lmaydi ekan degan shu ikki xil ahvol bizning bu qadamni bosishimizga texnik turtkilik rol o'ynaydi. Yana birisi meningki shu Türk o'qituvchilar bilan paramlash jarayonida bizning Uyg'urlarni ko'pincha maktabga bergan vaqtimizda son to'shib ketdi deb olmaydi degan vaqtimda amaliyotda son to'shib ketmaydi. Hukumatniki bergan cheklamasida har bir maktabdagi sinflarda har bir sinfda 3 dan ortiq yabancı qabul qilinmaydi. Chunki 3 dan ortiq yabancı bo'lib ketsa, o'z tilida paramlash orqali o'zining tilini boshqalarga yeb Türk farzandlarga ta'sir yetkazdi. Agar 3 yoki 3 dan tuvan bo'lsa, shu yerdagi boshqa Türk bolalarga qarab, turkcha so'zlaydigan, turkcha fikr qiladigan, turkcha madaniyat qabul qiladigan shaklda bu yerda yashagan farzandlarni bu xil muhitda tarbiyalab cho'ng qilmaymiz. Shunlashqa 3 dan ortiq bo'lib ketib qolganligi uchun yabancılarni qabul qilmaydi deydi. Bumi siz bilan bo'lgan ba'zi bir suhbatlarda Türkiye'deki ma'rif idoralarining shunga o'xshagan shaklda sizlarning Uyg'urlarni ayrim maktab quramiz demaymiz. Bizning farzandlarimiz o'qisin, bizlar o'qisin, nima bo'ldi degandek bir fikrlarni o'tirib qo'yganligini deb aytdingiz. Bu haqiqatan siz bayatın bizga yetkazib o'tgan nurg'unlagan shu abjash fikr qilgan, boshqa buzuq ideyalarni madaniyatda qabul qilgan bir sabablarni keltirib chiqish mumkin. Endi siz o'zingizmi yana suhbatlarda boshqa qarindoshlarimizni deyishicha o'zingizning qori ekanligini, Qur'on yodlab bo'lgan, dinda bu xil o'qigan bir kishi ekanligingizni aytdi. Siz buni so'zlab o'tamaysiz, axborot nimasiz bo'lsin, boshqa kishilar bo'lsin. Ammo bu yerda men deyishni to'g'ri ko'rdim. Sizning shu maktabda bundan burun qurgan yoki hozirgi maktabda diniy tarbiyalarni qo'shib o'tyapsizlar yoki faqat shu fan texnika, kompyuter, til, ma'rif asos qilgan shaklda bo'lyapti? Albatta bu ta'lim, tarbiya degan shu so'zning ma'nosini bilish kerak insonlar. Bu ta'lim degan ilm o'rgatish bo'lsa, tarbiya desak insonga axloq o'rgatish degan gap. Mush ta'lim, tarbiya degan shu jo'p so'z har vaqtda o'z yo'lini, o'z rolini joriy qildirmaydi ekan, u manzilga, nishonga yetkilib bo'lmaydigan bir ma'rif bo'ldi. Shunlashqa bizning bugungi kunda o'rganadigan narsalarimiz bak jiq bo'lib ketgachga, sansbirlarga shu
bilimge alayda pek köngül bölüp, faziletki köngül bölmeslik, ahlaki terbiyenin şu bilim cihetinde terbiyeleniş qaraganda azraq bolup qilishqa sebep çok qılıp atıdı. Hatta ki ahlak dersleri qo'shimcha palla arasida bo'lib atgan ishlar bor. Albatta şu 50% ilim bo'lsa, 50% çoqum terbiye bo'lish intayin bek zürür. Ben bunu alayda ta'kidlayman, o'qituvchilar yig'inda alayda deymiz. Biz tarbiyaleymiz deydi ekanmiz bolalarga. Baş o'tira deblam o'ltamasligimiz kerak. Uni o'rgansin. 5'ga 5'ni qo'shsa 10 oldiganligini bilgan bo'lsa, bolalar uningdan boshqa ota-onalarga qanday hurmat qilish kerak, dinni qanday so'yish kerak, insoniy qimmat qarashi qanday bo'lishi kerak, bu jihatdagi axloqni alayda ko'ngil bo'lish kerak degan maqsadda buni biz alayda ching tutamiz ham ko'p ta'kidlaymiz. Albatta bolalarning axloq masalasi bilim ilish qanchalik muhim bo'lsa, dal shunday muhim bo'lgan bir ahvol. Yani dini ta'lim tarbiyalar elib beriladimi, bo'lmadimi? Dini ta'lim tarbiyalar bek cho'ng gap bu. Endi bu yerda dini ta'lim tarbiyaga nisbatan biz axloq tarbiyasi beryapmiz deyalaymiz, dini ta'lim tarbiya deyolmaymiz. Chunki hamma narsaning samimiy bo'lmalı. Yani hazır sizinki ilk baratgan ma'rifda Qur'on yodlash, hadis yodlash bo'lmasimi, insoniy kishilik munosabat, axloq, shunga o'xshash, yani islomdagi kishilik inson bo'lishtirishlik bir islom axloqi bo'lish kerak. Bu yerda nihoyatda bek muhim. Chunki men bayam deb o'tgandek, biz hech kim bu yerda ma'rifning hamma tarafini qilib keladigan ish yo'q. Ba'zi qarindoshlarimiz Qur'on yodlatish orqali shuni qiladigan bo'lsa, shuni davom qildiryapti. Ba'zi qarindoshlarimiz diniy ta'lim tarbiya, ya'ni islom bilimlari uyutayotgan bo'lsa, shuni davom qilyapti. Biz ham antil asas qilgan asosda cho'nglar ma'rifi, til o'rgatish degandeklarni asos qilib kelyapmiz. Endi hech qanday bir shaxs va organ yolg'iz holatda hammani o'z ichiga olgan bir o'qitish sistemasini barpo qilolmaydi. Ham shu shaklda bir mezgil davom qiladigan o'xshaydi. Endi bizda undaq Qur'on yodlatish, maxsus islom bilimlari bo'yicha arabcha darslarni rasmiy dars sistemasiga kirgizib turib, bunda o'qitish yo'q. Ammo lekin islom axloqi bo'yicha tarbiyalash uchun butun kuchimiz bilan g'ayrat qilamiz. Buni cho'qim bolalarga axloqli bo'lish, bir fazilatli inson qilib yetishtirib chiqish uchun bu bizniki dars programmamiz ichidagi nihoyatda muhim bir dars. Rahmat. Yuqorida o'tgandek, Turkiyada sizinki necha maktablarning taqalganligi yoki o'zingizning ixtiyorlik bilan bir taqan bo'lsangiz, ba'zini hukumatning besimi yoki Xitoyning shikoyati bilan taqalganligini bilamiz. Endi shunda bir besimlarning ustida siz bir yangi maktabni qanday qurib chiqmoqchi, buningga bir o'rtaq, ya'ni sheriklashuvchi qabul qilamsiz yoki moddiy yordam talab qilamsiz? Hükümetning bunga izin berishi karta, ya'ni mustaqil maktabni qursanlar bo'ladi, o'zingizning milliy kimligini qo'llab, diniy kimligini qo'llab degandek maktab izin berish mumkinmi yoki tasmi? Endi hozir biz tunji qadamda buning zali qanday qoida prinsiplardan buni qanday qoida prinsiplar bor ekanligi haqida izlandik. Munosabat organlarga berib, ba'zi maqsad muddaolarimizni dedik. Ular bizga shunday bir necha moddalik materiallarni bergan bo'ldi. Mushularni ham mushu shartlarni to'shtirib kelasizlar, maktab qurish imkoniyatiga ega bo'la olasizlar dedi. Bu haqiqatan bakjiq gaplar ekan. Shuning ichida sizni to'liqlash test to'xtaydigan moddalar qaysilar ekan? Buningdagi hamda to'liqlash test bo'lgan moddalarning birisi iqtisod masalasi. Chunki munchilik iqtisod masalan qancha million? Endi hozir bu million masalasiga kelganda Turkiyada asosan bak liraning isbasi bilan bu buzilib manyapti. Endi bu 4 yilning oldidagi statistikada eng az yana 4 million lira mablag' bo'lishi kerak degan bir gaplar bo'lingan. Endi hozir holatda qanday bo'ladi? 20 million uni o'qimaymiz hozir holatda. Ammo lekin bu shartlarning ichida bo'lgan shartlar ekan. Bundan boshqa maktabni yangidan qursan qanday qursan, bir o'rinni setib olib, uni unda qilsan qanday qilsan yoki maktabni setib olsan qanday qilsan
Bununki manda şartlarını asaslı qanasatda holatda undan keyin ba'zi bir nimalar bo'lindi ekan, ruxsatlar bo'ldi ekan, bo'lmasa ruxsatlar bo'lmaydi ekan degandek bek chiqishlar bor ekan. Bununki ba'zini ko'rib intayin ansirda qo'rqdiq, haqiqatan bek taskin bu ishlarni qilmoqda. Ammo Allohning rahmati bilan men bu yil haj qilishga muvaffaq bo'ldim, haramga bordim. Borgan vaqtida menga yana bir chunqur ta'sir qilgan bir ish shu Rabat degan masala bo'ldi. Mekkada bo'lsin, Madinada bo'lsin, shunday Xutar Rabat, Qashqar Rabat degandek shunday bir har bir yurtning ismlari bilan atalgan ba'zi bir Rabatlar bor ekan. Bunga men qarasam, shu ajdodlarimiz shunda jafo mushaqqatli qadamlarni besib, necha yillab jafo tortib, shu ot to'gilar bilan haramga kelib qilgan mezgillarda bo'lsin va yoki yaqinqi zamon tarixlarda bo'lsin, bu endi keyingi avlodlarning shunday kelib qolsa bir yetib qolib mushada andan keyin bir haj qilish, umra qilish uchun bir yaxshi sharoitni hozirlab qo'ygan ekan. Haqiqatan men bundan ta'sirlandim va ajdodlarimizninki shu davrlar qanchalik ta'sir bir haj qilganligini mushundoq ana ko'rmagan, dada ko'rmagan bir yerlarda nalarda yetib, nada qopib, nimalarni boshdan kechirgan bo'g'aydi deb men shu ko'chalarda menish jarayonida shu ajdodlarimizni eslab ketdim va maktab qurish degan mushu ideya texmi mening qalbimda kuchayib mangdi. Nimishqa degan chog'da biz qura olishimiz mumkin va yoki ma'lum bir bosqichlarni besib qo'ya olishimiz mumkin. Ammo lekin bizning keyingi avlodlarimiz mushundoq bir maktabdan so'yish jalsa nihoyatda pek muhim bir ishni qilgan bo'ldi ekanmiz. Chunki shu ajdodlarimiz biz uchun shundoq bir jafolarni tortib qo'ygan ekan, biz shu yerga berib bir ish kunman tug'an bo'ldim. Hattoki mehmonxonada turay desam, u odam bek ko'p bo'lg'achqa undan boshqa hech yerni topolmaydi ekan bu yerda. Hattoki Uyg'urning shu Rabatlarda o'zbek, qozoq va yoki boshqa O'rta Osiyodan kelgan shundoq qarindosh millatlarning kirgiliga ashyo kelib yotadi ekan. Buningdan ajdodlarimizning haqiqatan jiroqni ko'rar, nihoyatda aqlli, chidamchan bir kishilar ekanligidan nihoyatda faxr his qildim. O'zimizning shundoq bir yurtda bir beshimizda tiqqidek bir yerni bo'lganligidan nihoyatda xush bo'ldim. Shunga farzandlarimizning buningdan keyin shu tunji qadamda shundoq go'zal bir o'qitish o'ringa qadam basa oladigan bir o'rinning bo'lishi bekmi zarurligini his qildim. Inshaalloh bu qadamlarimiz xayrli bo'ladi. Inshaalloh. Yuqorida bir necha yildan oldin 4 million o'lchamda ekanligini aytdingiz. Hozir balki 3-4 qat o'lib ketgan bo'lishi mumkin. Bu moddiy kuchni qanday hal qilishni o'ylashyapsiz? Bu bizningki eng ko'p bosh qotirayotgan bir masalamiz hozirgacha bo'lgan vaqtda. Zodi qanday qilish kerak bu masalani degandek, buning ba'zi bir qadamlarini olganmi bo'ldik. Ammo mening bayon degandek, ba'zi bir so'zilib ketishi mumkin degan gapning hammasi shundan iborat. Masalan, desak bizga hozir 3-4 batlik, 5-6 batlik nurg'un bir narsalarni berdi. Monchinchim 1 2 3 4 5 degandek shunday shartlarni to'ldirib kelsa bo'ldi. Ammo shuning ichidagi iqtisod masalasini intayin bek zarur masalalarning birisi hisoblandi. Maktab qurildi degan taqdirda u maktabning ma'nosi uchun nurg'un iqtisod kelgan bir ish. Demak, bu jiq bir avorchilik, jiq bir mushaqqat bizni saqlab turayotgan bir ish, ammo lekin farzandlarimizningki atisi uchun mushu muhojiratdagi farzandlarimizningki osmonasiya bo'lib ketmaslik uchun qo'limizdan kelishicha bu yo'lda tirishsak yana arziydi deb qarayman. Endi bunga nisbatan men qandaqdir vatandoshlarimizning esdashligini qo'zg'ash va yoki bo'lmasa aslan bir yordam qilinglar degan maqsadda bu yerga chiqib so'zlamayapman. Eng bek talab qilganimiz qarindoshlarimizdan duo talab qilamiz. Inshaalloh bu yo'lga nisbatan Allohga tavakkul qilib chiqdik. Bunga nisbatan inshaalloh Alloh bizni bu yerim yo'l tashlab qo'ymaydiganligiga ishonamiz. Alloh xayrli qilib bersin. Amin. Oxirida bizning nurg'un yoshlarimiz universitetlarda o'qiyapti, ta'lim tarbiya ishlariga qiziqadi. Ammo o'qigan sohasini bitagandan keyin o'zining o'qigan sohasida xizmat qilmay, boshqa tijoratlarga yoki oylab boshqa ishlarni qilyapti. Siz shu
mektep bittirgan o'quvchilarga yoki o'qiyotgan yoki o'qishni o'ylashayotgan o'quvchilarga qanday tavsiyalarimiz bor? Endi bir söz var ekan, kishilar 4 xil bo'ldi. Ba'zi kishilar o'zining biladiganligini biladi, ba'zilar o'zining bilmaydiganligini biladi, ba'zilar o'zining bilmaydiganligini bilmaydi. Ba'zi kishilar o'zining bilmaydiganligini biladi deydi. Ya'ni hisobda bu xil holatdan aytgan vaqtida men qarindoshlarimizninki shundoq o'qib bo'lgandan keyin boshqa sohalarda xizmat qilishni birinchisi hamda iqtisodiy jihatdan ba'zi bir qiyinchiliklarga uchraganligi sababidan deb o'ylayman. Ikkinchi birisi nurg'un endi biz shu o'quvchi ishida bo'lgan nurg'un qarindoshlarimiz o'qishni faqat o'qib olish uchun o'qiydigan naytijiq odamlarimizni bilamiz. O'qishdagi maqsad o'qib olish emas. O'qishdagi maqsad intayin bek ulug'. O'qishdagi maqsad ishga oshgandan keyin bizga tushadigan mas'uliyatni intayin ig'ir bo'ladi va buning yukimi bek ig'ir bo'lib ketadi. Shunlashqa ba'zi bir shunday o'qiyotgan qarindoshlarimizning yaxshi o'qishini tavsiya qilaman. O'qish bitgan qarindoshlarimizni tabriklayman va ularningki har sohada o'zi o'rgangan sohasida butun kuchi bilan g'ayrat qilishini, tirishishini umid qilaman. Ammo lekin bu o'qish degan Alloh taolaning insonga hidoyat, tavfiq ato qilgan o'xshash nihoyatda muhim bo'lgan bir ne'matkan. Shunda bo'lgandan keyin Alloh taolo qarindoshlarimizga ilmdan iborat bir ne'matni bersin va shu olgan ilmga nisbatan mas'uliyat tuyg'usi his qiladigan bir ruh va qalbni bersin deyman. Chunki nurg'un qarindoshlarimiz hayotining yarmidan ko'proq o'qish bilan o'tib ketgan. Ammo qarasak, chivinning qanchalik hech qanday jamiyatga, hatto oilasiga hech qanday qimmat yo'q bir kishilarni ko'may qolmaymiz. Bu biz uchun ibrat. Va undan boshqa bu qarindoshlarimiz uchun bir ogohlantirish. Shunlashqa har bir inson dunyoga ortiqcha emas, hargiz. Hamma odamning o'z uchun bir aloyiqligi bor. Faqat shu aloyiqlikni joriy qildirmaganligi bor. Shunlashqa har bir qarindoshimiz o'zining shu vazifasini ado qilish uchun o'zining shu aloyiqligini joriy qildirishini har vaqt o'zidan men nima qila olaman, men kim degan savolni so'rab turishini tavsiya qilaman. Yani o'quvchilar oldindan o'qishdan avval nima uchun o'qiyman, o'qigandan keyin nima ish qilaman deganlarni cho'nglar bilan bir fikrlashib, maslahatlab o'qigan kishilar. To'g'ri. Bu shaklda qilish to'g'ri bo'ladi. Albatta. Biz navoiylikni o'rganib satrashlik qilsak bo'lmaydi. Satrashlik o'rganib oshpazlik qilsak bo'lmaydi. Bu hamma sohada o'z uchun axloqi, hamma sohaning o'z uchun bir sevgisi bo'ldi. Shunda bo'lgandan keyin har bir insonning o'zining qimmati bo'lgan ekan, ash qimmatini tepish uchun o'zining sohasiga muhabbetini beralganda, sevgisini beralganda o soha uni quchoqlashadi. Shunlashqa qarindoshlarimizniki nima uchun o'qidim? Men o'qib nima bo'lmoqchi degan mushundaq savollarni o'ziga qo'yishni umid qilaman. Chunki ba'zi o'quvchilardan siz universitetda qaysi kasbda o'qiysiz desam, naytimo g'ayriy bir kasblarni deydi ba'zilar. Bizga nisbatan qanday foydasi bor buningki degandek o'ylab qolgan bir kasblarni deydi. Endi men buni aniq konkret deyishni xohlamadim. Tamam, siz bunu o'qib bo'lgandan keyin nima qilmoqchi desam, yo'q, men faqat o'qay deb o'qidim deb mundaq bir gaplarni qiluvchi. Bu insonning umri qisqa. O'qay deb o'qidim deydigan, dadam tanlabda o'qidim deydigan, yoki mush chiqib qopdiki o'qidim deydigan bir ish bo'lmaydi. Insonning bir sevgisi qalbda bo'lmagan ish intayin xatarli ish. Allohga bo'lgan sevgi, islomga bo'lgan sevgi, payg'ambarga bo'lgan sevgi, ota-onaga bo'lgan sevgi, ilmga bo'lgan sevgi va qilayotgan shu kasbiga bo'lgan sevgi bo'lmaydi ekan, bu insondan muvaffaqiyatni kutgan bo'lmaydi. Shunlashqa qarindoshlarimizning har bir qilayotgan ishini kichik ko'rmasdan shu sohaga cho'nqurlab kirishini umid qilaman. Undan boshqa bizning shu qarindoshlarimizning ichida bir kun kechgacha nurg'un sohada o'qiydigan shundoq bir qarindoshlarimiz bakchiq atdeganda oyat ko'rib ani o'qiydi, tushdim yeya ketmaydi o'qiydi, kechda oyat ko'rib ani o'qiydi deganga o'xshash. Hech qaysida bir muvaffaqiyat qozongan ish yo'q. Nayda aldirash diplomatdek yuriydi. Ammo lekin bu odam oilasi nima bo'lyotidi, bolalar och qilyotganmi yo'qmi, nagacha
hozirga nisbatan mushundoq qilib oilada iqtisodiy ahvoli mushundoq bir oldiga silib olgan ahvol ostida zot iqtisodiy ahvolni yaxshilash kerakmi yoki ma o'qiyotgan o'qishning bir turini o'qib turib qolgani kerak o'qish kerak bularni o'ylash kerak. O'qishni chapini kiyib bilan qilsa bu o'qish degan bek cho'ng atal bo'ladi. Oxirgi hisobda biz eng ko'p qiynalgan narsa iqtisod hozirgacha bo'ladi. Agar iqtisodda bek qiynalgan bir narsa bormi desa, o'qituvchidan qiynalyapmiz. Kimjiq o'qigan odamjiq. Unda biz o'qiganini yetkiz desak, mana 5 odamni barmoq sanayolmaymiz. Biz shundaqmi desak, boshqa o'qitish o'rinlarining har qanday qaqshaydigan ustoz yo'q. Bu ustozlar nega ketdi? Men bu to'g'riliq qaranglashib baxtim. Birisi deydi, siz maoshni chiqroq bersanglar, anadan keyin chiqadi o da. Tamam, maoshni chiqroq berayli. Ammo insonning fazilatini maosh bilan o'lchab bo'lmaydi. Bu narsa aniq bo'lishi kerak. Bu odamga 100 ming lira maosh bersin, yana shu odamning shu xizmatga bo'lgan sevgisi bo'lmasa, faqat soat to'shqizish uchun ham o'tab ketadi qo'shlar. Shuni demoqchi bo'lgan gap, albatta maosh muhim. Lekin bu sohaga yurgini beradigan kishilarning ozligi, o'qiyotgan kishilarning ozligidan derak bermaydi. Shuncha hammadan so'rasa o'qishim bor, shu qadar aldirash. Ammo lekin tamom o'qib bo'lgandan keyin nima ish qilsa, qumg'usini sepsa, singib ketgandek jamiyatda yo'qlab ketib qolgan. Bu intayin xatarli bir ish. Alloh taolaning Uyg'ur millatiga shundoq layoqatli ustozlarni ko'proq berishini Allohdan tilayman. Amin. Malti fikrlariniz uchun ko'p rahmat. Barliq qaddasimizning programma qatnashmaganligi uchun tekrar rahmat aytamiz. Ko'rishgacha bo'lmaysizlar. Allohga emanet.